Yaxshi bir eslatma qilaymi? Davlat arbobining siyosatchidan farqi shundaki, siyosatchi butun diqqat e'tiborini navbatdagi savolga qaratadi. Davlat arbobi esa kelajak avlodlarga. Men borman, mana sapchib chiqib, kerak bo'lsa men olaman zimmamga mas'uliyatni deb bolalar chiqsa agar joylarda, bu mana bolalar. Agarki shunga qurbi yetmasa agar, men o'ylaymanki, vaqt bekor ketyapti. Bolalarim, farzandlarim sizlarga aytmoqchiman. Prezident sizlarga aytyapti. Sizlar meni suyanchim, tayanchim. Qo'rqmanglar, marrani katta qo'yinglar. Mana shu osmon, mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar. Bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgandi va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizni